Bu Matiz avtomobili. Mana o'rta bachakchasi rezonatori piqirlab qoladi-da, mana gaz bosgan paytda ovoz beradi. Mana shuni ichiga nima bo'ladi mana qarang. Mana shu joyda uzadi-da bu svarkasini. Keyin gaz bossa g'irillab ovoz beraveradi kuzovga. Boshqa avtomobilda ham shunday bo'lyapti. O'rta bachakchasi yoki boshqasi shunaqa piqirlab o'ynab qoladi-da. Glishitelni darrov brakka chiqarmaslik kerak-da. Uni ochib qarasa chiqib ko'rinadi nima bo'layotgani. Mana shuni ochib svarka qilinadi-da, qaytarib yopib qo'yiladi. Bularni nimaga ko'rsatyapmiz-da, mana hozir endi boshlaganlar bor, katta svarchilar bor ekan. Xo'sh, bizning kanaldan ish o'rganyaptilar. Endi ular faqat glishitelchi bo'lmaganda, boshqa soha, boshqa yo'nalishga bo'lgan svarkaga. Lekin aniq-taniq ko'rsatib ketyapman-da. Ichiga nima bo'ladi deyiladi, mana ichini ko'rsatib beryapmiz. Mana shuni svarka qilib qo'ysangiz, ikki tomonni. Bu tomonni ham qo'parish mumkin. Bu tomon kamdan kam bo'ladi, lekin narki tomoni ko'pincha mana shu kontaktdan uziladi-da, keyin gaz bosganga o'ynaydi-da bu. Qaytarib yopib svarka qilib qo'yiladi, ishlayveradi yana. Mana shu zavodskiy stili.